Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, fizika fanining ixlosmandlari. Bugun men sizlarga diodlar mavzusi bo'yicha amaliy mashg'ulot bajarib ko'rsataman. Diod o'zi nima? Diod bu elektr toki faqat bir yo'nalishda o'tishini ta'minlovchi yarim o'tkazgichli qurilma. Diodning vazifasi o'zgaruvchan tokni to'g'irlashdan iboratdir. Diod ko'p sohalarda ishlatiladi. Masalan, telefonni zaryadlash qurilmasi o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirib beradi. Demak, bu yerda biz diodni ishlatamiz. Yoki bo'lmasam, har qanday yonib o'chuvchi qurilmalarda diodlar mavjud. Diodlarni shartli ravishda ikkiga bo'lib olsak bo'ladi, ya'ni ideal hamda amaliy diod. Ideal diod deganimiz bu nazariy jihatdan faqatgina mavjud bo'lgan, ya'ni qarshiligi cheksiz kichik deb qaraladi. Tok o'tishida kuchlanishning tushuvi yo'q. Amaliy diod bu real hayotda mavjud bo'lgan, qarshiligi katta, to'g'ri o'tishda tokni yaxshi o'tkazadi, teskari yo'nalishda tokni deyarli o'tkazmaydi hamda uning qarshiligi mavjud deb olamiz. Eng asosiy jihati harorat o'zgarsa, uning qarshiligi ham o'zgaradi. Tok manbaga ulagan paytimizda diodni ko'p vaqt zanjirga ulab qo'ymasligimiz kerak. Chunki u qizib ketishi va qarshiligi o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Volt amper xarakteristikasi bu diodga tushayotgan tok kuchi va kuchlanishning orasidagi bog'lanishni ifodalaydigan chiziq hisoblanadi. Diodning volt amper xarakteristikasiga qarab biz uni amaliyotda qo'llaymiz. Diodning asosiy qo'llanilish sohalari to'g'irlagichlar sifatida ishlatiladi. Kuchlanishni tartibga solishda ishlatamiz. Signal demodulyatsiyasida ishlatiladi. Himoya sifatida ishlatiladi. Yana optik qurilmalarda ishlatiladi. Ishni bajarishdan maqsad diodning bir tomonlama o'tkazuvchanligini, o'zgaruvchan tokni to'g'irlashini o'rganish hamda diodning volt amper xarakteristikasini o'rganish nazariy olingan bilimlar bilan amaliyotda olingan bilimlarni tekshirib, tahlil qilib, xulosa chiqarishdan iborat. Kerakli jihozlar: tok manbai, kalit, ulovchi simlar, ampermetr, voltmetr, reostat, elektr chiroq, yarim o'tkazgichli diod hamda osillograf. Demak, birinchi qismda biz diodning bir tomonlama o'tkazuvchanligini tekshiramiz. Birinchi bosqichda diodni to'g'ri ulaymiz. Ushbu holatda tokni o'tkazishi, lampochka yonishi, ampermetr qandaydir qiymatni ko'rsatishi lozim. Ikkinchi bosqichda diodni teskari holatda ulaymiz. Bu yerda kalitni ulagan paytimizda teskari ulanish bo'lganligi uchun dioddan tok o'tmasligi, elektr lampochkamiz yonmasligi, ampermetr qandaydir tokni ko'rsatmasligi kerak. Ishni bajarishni boshlaymiz. Birinchi qismni boshlaymiz. Tok manbaining musbat qutbidan kalitga ulaymiz. Kalitning ikkinchi uchini elektr lampochkasiga ulaymiz. Elektr lampochkasining ikkinchi uchidan diodni anodiga ulaymiz. Diodni katodidan ampermetrning musbat qutbiga ulaymiz. Ampermetrning manfiy qutbini tok manbaiga ulaymiz. Kalitni ulaymiz va hodisani kuzatamiz. Demak, ko'rishimiz mumkin, lampochka yondi hamda ampermetr qandaydir qiymatdagi tokni ko'rsatmoqda. Xulosa chiqarib aytishimiz mumkin, diodni to'g'ri yo'nalishida tokni o'tkazadi. Kalitni ajratamiz va diodni teskari yo'nalishda ulaymiz.
tok manbayining musbat qutbiga diodning katodini uladik. Anodiga esa tok manbayining manfiy qutbini uladik. Kalitni ulab, jarayonni kuzatamiz. Demak, ko'rishimiz mumkin, ampermetr hech qanday tokni ko'rsatmadi, lampochkamiz ham yonmadi. Demak, diodimiz ushbu yo'nalishda tokni o'tkazmas ekan. Endi ikkinchi qismga o'tamiz. Ya'ni diodning to'g'irlash xususiyatini o'rganamiz. Birinchi holatdan boshlaymiz. Birinchi holatda manbani oscillografga ulaymiz. Ekranda sinusoidal to'lqin chiqishini kuzatamiz. Bu yerda tok manbayining o'zgaruvchan tok qismiga ulashimiz kerak. Tokni ulaymiz. Oscillografni ekranda ko'rinib turgan grafikga e'tibor beramiz. Demak, ushbu grafik o'zgaruvchan tokni o'zgarish qonuniyatini bildiradi. Endi manbani o'chiramiz. Ikkinchi holatga o'tamiz. Ikkinchi holatda diodni ketma-ket ulab, zanjirni yopamiz. Oscillografda signalni kuzatamiz. Oscillografga e'tibor beradigan bo'lsak, oscillografni ekranida birinchi holatdagi sinusoidal grafikning manfiy qismi yo'q. Bu degani, diod faqatgina bir yo'nalishdagi toklarni o'tkazgan, qarama-qarshi yo'nalishdagi tokni o'tkazmagan. Shuning hisobiga ushbu grafik hosil bo'ldi. Endi kalitni o'chiramiz va diodni teskari holatda ulaymiz. Demak, oscillografning ekranida ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi holatda bajarilgan tajribadan teskari yo'nalishda grafik hosil bo'ldi. Ya'ni grafikni musbat qismi yo'q, manfiy qismi mavjud. Bu degani, diodimiz ikkinchi holatdagiga nisbatan teskari yo'nalishda tokni o'tkazmoqda, qarama-qarshi yo'nalishda esa tokni o'tkazmadi. Xulosa chiqarishimiz mumkin. Diod o'zgaruvchan tokni to'g'irlash sifatida ishlatiladi. Buni amaliyotda bajarib, tajribada ko'rdik. Uchinchi qismga o'tamiz. Diodning volt-amper xarakteristikasini o'rganamiz. Buning uchun quyidagicha elektr zanjirini yig'ib olamiz. Tok manbayidan kalit, kalitdan reostatga ulaymiz. Reostatdan keyin diodga, undan chiqib ampermetrga va tok manbayining manfiy qutbiga ulaymiz. Diodga voltmetrni parallel holatda ulaymiz. Kalitni ulaymiz, ampermetr va voltmetrning ko'rsatkichlarini jadvalga yozib olamiz. Reostatning qarshiligini o'zgartirgan holda ampermetr va voltmetrning ko'rsatkichlarini yozib olamiz. Bunda tokni uzoq vaqt ulab turish mumkin emas, chunki diodni qarshiligi temperaturaga bog'liq bo'lib, tok o'tgan paytida diod qizishiga olib keladi va uning qarshiligi o'zgarib ketishi mumkin. Demak, ushbu holatda qarshilikni 8-10 marta o'zgartirib, dioddagi tok kuchi va kuchlanishning qiymatlarini yozib olamiz. Va ushbu olingan qiymatlar asosida diodning volt-amper xarakteristikasini chizib olamiz. Ishni bajarishni boshlaymiz. Elektr zanjirini yig'ib oldik. Endi quyidagi jadvalga kuchlanish va tok kuchini qiymatlarini yozib olamiz. Kalitni ulaymiz hamda ampermetr va voltmetrning ko'rsatkichlarini jadvalga yozib boramiz.
Ampermetrimiz 0,5 amperni ko'rsatmoqda. Voltmetrimiz esa 0,78 voltni ko'rsatmoqda. Davom ettiramiz. Reostatni qarshiligini o'zgartiramiz va jarayonni takrorlaymiz. Ampermetr va voltmetrning ko'rsatkichlarini jadvalga yozib olamiz. 2,98 amperni ko'rsatmoqda. Endi esa diodni teskari yo'nalishda tok o'tkazishini tekshirib ko'ramiz. Diodni qutblarini o'zgartiramiz va kalitni ulaymiz. Kalitni ulasak, voltmetr 1,4 voltni ko'rsatgan paytda ampermetr 0 ni ko'rsatib turibdi. Agar biz reostatni qarshiligini o'zgartiradigan bo'lsak ham, demak voltmetr 2 voltni ko'rsatgani bilan demak ampermetr deyarli 0 ni ko'rsatib turibdi. Xulosa chiqarish mumkin, teskari yo'nalishda diod deyarli tok o'tkazmas ekan. Ushbu tok kuchi va kuchlanishning jadvalidan foydalanib grafik chizib olamiz. Grafikni tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu qismda tok kuchi keskin oshmoqda. Bu qismda esa bu yerdan boshlab bu yergacha, demak, ko'rishimiz mumkin, grafik chiziqliroq shaklga kiradi ekan. Oxirgi ikkita qiymatni qaraydigan bo'lsak, bu maksimal chegaraga yaqin qiymat hisoblanadi. Ko'rishimiz mumkin, demak, nazariy olingan bilimlar amaliyotda ham to'g'riligi isbotlandi. Muhokama uchun savollar. Nima uchun telefon quvvatlagichini, ya'ni adapterini rozetkaga teskari ulab bo'lmaydi deb qo'rqmaymiz? Agar ichidagi diodlar bo'lmaganida tokning yo'nalishi o'zgarishi smartfoningizga qanday ta'sir qilgan bo'lar edi? Ikkinchi savol. Oddiy cho'g'lanma lampalar va LED lampochkalarni solishtiring. Nima uchun LED lampalar deyarli qizimaydi hamda ko'proq yorug'lik beradi? Energiya qayerga yo'qoladi? Uchinchi. Quyosh panellari kunduzi akkumulyatorni quvvatlaydi. Lekin kechasi quyosh yo'q bo'lganida akkumulyatordagi energiya panelga qaytib ketmaydi. Buning sababi nimada? To'rtinchi. Avtomobil generatori o'zgaruvchan tok ishlab chiqaradi. Lekin akkumulyatorni zaryadlash uchun o'zgarmas tok kerak. Agar generatordagi diodli ko'prik ishdan chiqsa, mashina akkumulyatori bilan nima sodir bo'ladi? Javobingizni izohlarda qoldiring. Xulosa qiladigan bo'lsak, diodlarning zamonaviy elektronikadagi muhim roli birinchidan asosiy poydevor hisoblanadi. Turli xil yechimlar mavjud. Ya'ni diodlarning xilma-xil turlari turli sanoat tarmoqlarida moslashtiriladigan yechimlarni yaratishga imkon beradi. Innovatsiyalar, doimiy innovatsiyalar diodlarning imkoniyatlari va qo'llanish sohalarini kengaytirishda davom qilmoqda. Texnologik rivojlanish, diodlarni tushunish yaxshi dizayn va texnologiya rivojlanishiga yo'l ochadi. Shuning bilan bugungi amaliy mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.